Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Toshkent avtovokzalidan Primoy, Toshkent Moskva, Toshkent Kazan, Nabrizhniy, Nijnikamskiy yo'nalishlari bo'yicha qo'yilgan qonuniy reyslarimiz haftasiga 2 kun seshanba, juma kunlar soat 18:00 da amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari bizda Ufa, Perm yo'nalishlari bo'yicha ham qonuniy reyslarimiz bor. Hammasi seshanba, juma kunlari soat 18:00 da reysiy avtobuslarda Toshkent avtovokzalidan yo'lga chiqib ketadi. Bizning avtobusimizda shart-sharoitlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchik moslamalari, qishin yozda ishlaydigan konditsionerlar. Bundan tashqari siz o'zingizni 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. 51 ta messidan iborat komfort avtobuslarimiz. Hech qanday ortiqcha odamlarsiz. 3 ta shofyorlar orqali 2-3 kunda siz bemalol manzilingizga yetib olishingiz mumkin. Instagram, YouTube, Telegram, Facebook kanallarimiz hammasi ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham savollaringizni batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Hozir bizga qo'ng'iroq qilib, joylaringizni ham onlayn, ham offlayn band qilib, Instagram, Telegram, YouTube kanallarimiz, avtobuslarimiz sharoitlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Tanlovda adashmang, keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Ulgurib qoling, biletlar soni cheklangan.